Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilarim. Bugun sizlarga otlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qani boshladik. Otlar Alloh yaratgan eng go'zal va sodiq mavjudotlardandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Otlaringizga yaxshilik qilinglar. Ular sizni Alloh yo'lida olib boradi." Otlar insonning do'sti, yo'ldoshi va Alloh yo'lida yordamchisidir. Ularning ko'zlarida sadoqat yashirin, yuragida esa mehr bor. Hadisda aytiladi: otlar sabr va saxiylikni o'rgatadi. Ularga yaxshilik qilgan kishi mukofot topadi. Ularni kaltaklamang, ularga rahm shafqat bilan munosabatda bo'ling. Otlarni qurbonlik qilmaymiz. Islomda bu taqiqlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ot boqqanlarga baraka so'raganlar. Bir oti bor kishini boy deb hisoblab, unga duo qilganlar. Hanafiy mazhabiga ko'ra, ot go'shti haloldir. Ot boqqan, ishlashi uchun saqlagan odamlardan zakot olinmaydi. Miniladigan yoki ishlatiladigan otdan ham zakot olinmaydi. Tijorat uchun saqlanadigan otdan zakot olinadi. Forishdagi pulviqor tog'lari tabiiy mo'jiza cho'qqilari, osmonga yetgandek baland qalin toshlar bilan bezatilgan, yovvoyi gullar bilan bezalgan. Ularning soyasida erkin yuguradigan otlar sodiq do'st sifatida qalbni ilhomlantiradi. Alloh Al-Adiyat surasida otlar ustidan qasam ichgan va yugurayotgan otlarga qarang, ular zarb berib jang maydoniga chiqadi. Bu oyat orqali Alloh otlarning kuchi, jasorati va inson hayotidagi ahamiyatini ta'kidlagan. Otlar Allohning qudratini, go'zalligini, sabrini va sodiqligini eslatadi. Har bir qadamida hayotiy dars yashirin. Biz ularni asrab yaxshilik qilganimizda nafaqat hayvonni, balki yaratganning ne'matining ulug'laymiz. Ularning go'zalligi, jasorati va sodiqligi qalbimizni larzaga keltiradi. Shunday qilib Jizzaxning Forish tumanidagi bu otlar va pulviqor tog'lari nafaqat tabiat mo'jizasi, balki inson qalbini uyg'otuvchi ilohiy in'omdir. Mashaalloh, subhanalloh. Azizlarim, agar sizlarga yana qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada fikr bildiring va obuna bo'lishni unutmang. Like bosib obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.